Assalom, sizlar bilan Avanslar kanali bo'lyapti va biz bugungi videomizda o'tgan videoda aytganimdek qanday qilib shunaqa RTX keyboard va men bunaqa F1 narsalarni qilishni o'rgataman. Mana bunaqasiga sochib yuboradigandek qilish o'rgataman. Buni yo'li oson. Siz shunchaki videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Men esa videoni boshladim. Va biz endi birinchi bo'lib Telegramga kirib, albatta hozir ozgina birinchi bo'lib biz shunday kirib turib, ozgina Avanstar channel deb yozasiz. Mana shu kanalga kirib olib, shu ikkita narsani yuklab olasiz. Mana bu RTX, mana bu shader. Xo'p, endi siz yuklaganingizdan keyin nima qilamiz? Hozir ko'rsataman. Xullas, yuklab olib kirasiz va birinchidagi step 1 deganini ustiga bosib, pastroqqa tushib, Zikranная klaviatura deganini bosib, Pales управление klaviaturani bosib, mana shu bizni RTX keyboardda yoqib qo'yasiz. Ok, bo'ldi. Xo'sh, endi esa chiqib ketamiz bu yerdan. Shuni qilib, endi esa birinchi bo'lib endi keyingisi qilamiz. Endi shuni bosib, birinchini bosib, RTX keyboardga o'tkazamiz. Ikkinchi bo'lib custom test. Mana shunaqa bo'lgan. Custom test ustiga bosasizlar. Abba, palaga turdi. Klaviatura. Endi jam. Shuni bosib, shuni custom testga kirib olib, albatta shuni o'tkazsanglar ishlamay qoladi. Shuni o'chirib olasizlar, o'z bizga kerak emas bo'lganlarini. Xo'p, yaxshi. O'chirib olib kamerani yoqaman. Mana endi mana shularni o'rtaga olib kelamiz va vertikal holatga keltiramiz. Va keladi. Va shularni ketma-ketlikni qo'yib chiqamiz. Shuni bosamiz va out default bosasiz. Va pastga tushamiz va mana F5 ga o'tkazamiz. Buni ham pastga tushamiz va F1 ga o'tkazamiz. Buni ham endi shuni qilib eng pastga tushamiz abadiga. Tepada. Va shunga o'tkazib qo'yamiz. Va bo'ldi. Endi chiqib ketishimiz mumkin. Endi esa Minecraftga kirib olamiz va men shaderlikka kiraverdim. Va yana bir narsani o'rgatib o'tay. Mana buni bosib, ishtaki. Mana shu yerda bosishinglar kerak. Uchala chesterkadan bitta joyda bosasizlar. Va yana kartga turamiz. Va o'sha yerda bosganingizdan so'ng ozgina qotishlar tufayli paydo bo'ladi va mana sizga F5, F1, albatta inventorlar ham yo'qoladi. Bizda yo'qolmay qoldi. Ozgina shunaqa bug bo'lyapti. Shu inventorlaringiz ham yo'qoladi va o'yin qotib qoldi. Shunaqa va yo'qotish eng zo'ri shuni bosasiz. Shundoq qilib o'yinni qotirmaslikka harakat qilamiz. Va mana endi ishlab ketadi. Negadir xullas shunaqa. Shuni qilasizlar va shunaqa davom ettiraverasizlar ishlarni. Albatta. Va qanday qilib nima qilaman desanglar, yana o'shanga kirib, shuni bosasiz. Bo'ldi. Va yana bir narsa, sizlarga bitta narsani qilishdan chiqibdi. Settingsga kirib, pastroqqa tushasiz va non blocking yoqib, mana shu yerdan swap gamepad keyboardga yoqib qo'yasizlar. Yoqasizlar, bo'ldi. Va shu bilan endi o'yinga kirganingizda o'zingizda qatib qolib qimirlamadi. Endi o'shanda qimirlashni boshlaydi. Hammaga xayr obunachilar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zimizni klaviaturaga o'tkazish uchun step 2 ni bosib turib, klaviatura Samsung deganga o'tkazib qo'yasizlar. Bo'ldi, hammaga xayr. Sog' bo'linglar.